Nima uchun vilka rozetkalar erib kuyib ketadi? Buni sabablarini bilib olish kerak. Har doim tanlaganda mana bunaqa yevro vilka rozetkalarni tanlash kerakda. Orada mana bunaqalari ham chiqib qoladi. Bular ingichka bo'ladi. Vilkalari yevroniki qalin bo'ladi. Bu qalinligi nimaga kerak? Mana ichidan ko'rsataman. Mana bu rozetkaga suqqan paytda jips joylashadi-da. Yaxshi kontak olib erib ketmaydi, qizimaydi. Yaxshi joylashmasa, o'sha joy qizib ketadi, erib ketadi ikkalasi ham. Almashtirganda ham har doim ikkalasini birga almashtirish kerak. Erib ketadigan bo'lsa, bunisini ham, bunisini ham. Endi men bunga yevroga moslashgandan keyin buni suqaydigan bo'lsa, mana bunaqa o'ynab qoladi-da. Yaxshi kontak olmaydi-da, erib ketadi. Mana. Bu bunga moslashib qoldi o'zi. Erib ketishining sababi shu. Shunga e'tibor qilish kerak.